Men Yorqinjon Mo'minov, Samarqand viloyatidan 1995-yilda tug'ilganman. Greenleaf korporatsiyasida 2 yil o'zi direktorman. Ma'lumotim o'rta. Hozirgi kunda talabaman Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida. Greenleafga kirishdan oldin kim edingiz? Oddiy hayotdagi Yorqinjon Mo'minovni bugungi 2 yulduzli direktorlikka olib kelgan eng kuchli qadriyat nimada? Juda ham ajoyib savol berdingiz, to'ppa-to'g'ri. Hozir buni eshitib yoshligimga qaytdim. Bilasizmi, bu savolni menga juda ham ko'pchilik insonlar bergan. Oldin oddiy oiladan chiqqanman. Faqat menda shunaqa kuchli maqsad bo'lardi. Ertaga ko'rsam, kitoblar o'qisam, o'sha holatda yashaydigan inson bo'lish, o'sha insonni holatiga tushishni juda ham xohlardim. Bu hayolimga qanaqadir ichki his-tuyg'ularimdan kelarmidi? Lekin shunaqa kunlar bo'ldi. Haqiqatdan ham inson hayotda nima maqsadga erishsa, nima maqsadni xohlasa, o'sha maqsadiga bemalol erisha olar ekan. Ustozlik yo'l ko'rsatuvchi kuch deyiladi. Bugun siz o'z jamoangiz uchun ustoz, yo'l ko'rsatuvchi insonsiz. O'zingiz hayotdagi eng katta saboqni qaysi ustozdan olgansiz va u sizni nimasi bilan o'zgartirgan? Bilasizmi, birinchi o'rinda saboqni inson hayotdan olishi kerak. Hayotdan olmasang ta'lim o'rgatolmas hech bir muallim deydi. Atrof muhit, ota-ona, ustozlar bu juda ham kerak bo'ladi. Lekin aslida ko'p ustozlar hamma narsa o'rgatadi shogirdlarga, lekin hamma shogird ham bunga amal qilmaydi. Eng avvalo ustozdan o'rgangan har bitta narsaga amal qilish kerak. Hayotda men ustozim bitta emas, juda ham ko'pchilik insonlardan hamma narsa o'rganganman. Har doim oddiy inson bilan gaplashsam ham uni ishlash taktikasi, tajribalar menga yoqsa, uni o'zim uchun qo'llab, buni amaliyotda bajarib muvaffaqiyatga erishganman. Pul va prinsip to'qnashuvi degan so'z bor. Greenleaf korporatsiyasini ishlagan yo'lingizda pul bilan prinsip bir-biriga qarshi kelib qolgan vaziyatlar bo'lganmi? Va siz qaysi tomonni tanlagansiz va nega? Birinchi Greenleaf tanlagan bo'lardim. Chunki hayotda puldan ham ustun narsalar bor. Chunki shu biznes boshlaganimda juda ko'pchilik insonlarni bu biznesga ishontirish oson bo'lmagan, ularni ishonchiga kirish oson bo'lmagan, lekin men hech qachon xohlamayman o'zimga ishongan insonlarni ishonchidan chiqib qolishdi. Birinchi o'rinda insonlarni ishonchi menga muhim. Greenleaf'ni yutuqlariga inshaalloh har bitta shogirdimni olib chiqishga harakat qilaman. Komanda va ishonch. Sizning komandangiz juda ham katta, buni bilamiz va ular kuchli bo'lib borayotgan jamoa. Ishonchni siz qanday qurasiz? Talabchanlik bilanmi, natija bilanmi yoki shaxsiy namunangiz bilanmi? Juda ham ajoyib savol bo'ldi haqiqatdan. Bu biznesimizda eng oson joyi ham Greenleaf'ni insonlar bilan ishlashimiz. Eng qiyin joyi ham insonlar bilan ishlashimiz. Chunki har bitta insonga ularga to'g'ri yo'nalish bermasangiz, ularni qalbiga yetib boradigan informatsiyalar bermasangiz, ular hech qachon qalbi ochilmaydi. Men birinchi o'rinda ularga o'ziga nisbatan ishonchini uyg'otib, muvaffaqiyatga bo'lgan ishonchini uyg'otib, tajribalarimni o'rgatib, bosib o'tgan yo'limni ko'rsataman. Ustoz sifatidagi og'riq. Ustoz sifatida sizni eng ko'p qiynagan holat qaysi biri bo'lgan? Shogirdning sizni tashlab ketishimi yoki uni o'ziga bo'lgan salohiyatiga ishonmasligimi, ochilmay qolishimi? Ko'pchilik insonlar muvaffaqiyatni oldiga kelganda taslim bo'lib qoladigan insonlar ham ko'p bo'lgan. Atrof muhit, qanaqadir qiyinchiliklar, insonlar tabiatan qiyinchiliksiz muvaffaqiyatga erishishni xohlaydi. Biznesingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lyaptimi, har bitta qiyinchilik bu tajriba bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'lgan menda ham, o'zimda jamoamda. Lekin ularga men bitta gapni aytardim. Har doim oxirigacha harakat qilishni o'rgatardim. Oxirigacha. Bugun qildingizmi? Bugun oxirigacha bo'lmasligi mumkin. Va siz g'olib bo'lmagunizcha o'yin tugamaydi hech qachon. Liderlik mas'uliyati. Bugun sizning har bir qaroringiz jamoangizga daromad keltiradi, kelajagiga ta'sir qiladi va motivatsiya beradi. Bu mas'uliyat sizni kuchaytiradimi yoki bosim qiladimi? Kuchaytiradi albatta. Juda ham kuchli qiladi mas'uliyat. Bu men mazza qilaman, ularning muvaffaqiyatini ko'rsam. Misol uchun ishoning, butun respublikada komandam bor, shogirdlarim. Masofa uzoq, diskomfortlik talab qiladi, issiqlarda borishingizga talab qiladi, sovuqlarda borishingizga talab qiladi. Lekin ularni bir og'iz rahmat ustoz, sizni mehnatingiz evaziga, sizni yordamlaringiz evaziga, sizni maslahatlaringiz evaziga muvaffaqiyatga erishdim desa, meni shuncha qiynalganlarim, shuncha charchoqlarim bittada esimdan chiqadi. Shogirdlarning yutug'ini ko'rish bu har bitta ustoz uchun baxt. Ichki motivatsiya erkak insonning kuchi. Sizni har kun harakatga keltiradigan real ichki sababingiz nima? Oilangizmi
yoki erishgan natijalaringizmi, yoki erishmoqchi bo'lgan maqsadlaringizmi, yoki bo'lmasa o'zingiz erishadigan isbotlarmi? Juda ham zo'r savol. Men o'ylaymanki, aytgan so'zlaringizda hammasi muhim. Chunki birinchi o'rinda oila haqida gapirdingiz. Oilada katta farzandman o'zim. Bosh farzandlarning mas'uliyati boshqacharoq bo'ladi. Onam har doim aytardilar, sen zo'r bo'lishing kerak, sen ukalaringga, atrofingdagilarga yordam beradigan farzand bo'lishing kerak degan onamning motivatsiyalari menga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Hayotda ko'p motivatsiyani onamdan olganman va har doim o'zim amal qilaman. Oilada bitta farzandga Xudoyim barakani berar ekan, muvaffaqiyatni berar ekan. Agar u oilasini, yaqinlarini, jigarlarini, sila rahimni unutib qo'ymasa, unga Alloh undan ham ko'p berar ekan. Agar oilaga qilmasa, u topgan daromadidan ham bir kunda voz kechishi mumkin ekan. Bir sekundlarda yo'qotishi mumkin. Ikkinchi javobingiz bu o'zi erishgan natijalar deyapsiz. Albatta inson har doim o'zi erishgan natijalardan motivatsiya oladi. Orqamga qarasam 10 yil oldingi Yorqinjon bilan hozirgi Yorqinjon osmon bilan yercha farqi bor. 10 yil oldingi fikrlaydigan Yorqinjonning miyasi bilan hozirgi miyani fikrlar osmon bilan yercha farqi bor. O'zim har doim energiyani, motivatsiyani qila olganligim uchun, uddalaganim uchun o'zim erishgan natijalardan ham juda ham ko'p motivatsiya olaman va har doim oldimga erisha olmagan maqsadlarimni qo'yib boraman. Chunki insonni harakatga keltiruvchi narsa bu uni maqsadlari. Agar insonning maqsadi hayotda unutilib qo'ysa, u ishlashdan hojat qolmaydi. Har doim bitta maqsadga erishdingizmi, ikkinchi maqsadingiz tursin. Ikkinchi maqsadga erishdingizmi, uchinchi maqsadingiz albatta turish kerak. Bo'lmasa inson zona komfortga kirib qoladi va inson ishlamaydi, harakatga keltirmaydi. Bu javobingizni hammasi to'g'ri. Oila ham, erishilgan natijalar ham, erishmoqchi bo'lgan natijalar ham hammasi kerak insonga. Ideal komanda natijami yoki sadoqat? Siz uchun ideal komanda qanday? Yuqori natija ko'rsatadigan odamlarning jamlanmasimi yoki sadoqatli, qadriyati to'g'ri insonlarmi? Sadoqatli, qadriyati to'g'ri insonlar jamoasi. Hayotiy yakun yoki bitta tanlov. Agar sizdan hamma narsani olib qo'yishsa, faqat bitta qadriyatni saqlab qolish imkoniyati berilsa, siz nimani saqlab qolgan bo'lar edingiz? Hozirgidaqa shijoatim saqlanib qolishni xohlayman. Agar nimadandir hamma narsamdan voz kechganimda ham hozirgidaqa energiyam, hozirgidaqa shijoatim bo'lsa, Xudo xohlasa nasib bo'lsa, yana qaytadan o'sha muvaffaqiyatga erisha olaman. Bilim, shijoat bo'lsa, albatta bilim olishga harakat bo'ladi. Bu biznesda eng yaqinlarimiz qarshilik ko'rsatishadi. Bu biznesda ko'p erkaklar oila, qarindoshlar va yaqinlarni bosimiga duch keladi. Sizda ham bu vaziyat bo'lganmi? Shunday qarshiliklarga qaramay, siz qanday biznesda bu faoliyatingizni olib borgansiz? Bilasizmi, bizada O'zbekiston mentalitida ko'pchilik oilalarda farzandlarga mustaqil qo'yish, ularni imkoniyatini sinab ko'rish, senga ishonaman, bor, uddala, ipla, qila olasan degan fikrlar juda ham kam. O'ylaymanki, har bitta oilada bor bunaqa qarshiliklar. Menda ham bo'lgan. Birinchi o'rinda ota-onam tarafidan, chunki ota-ona uchun hech qachon farzand 30 ga kirsa ham, 40 ga kirsa ham haligacha o'sha kichkina farzandcha rosa qarshiliklar bo'lgan menda ham, ota-onam tarafidan, do'stlarim tarafidan, atrof, qarindoshlar hamma tarafidan. Hozir hamkorlarimiz uchraydigan qanaqa qarshiliklar bo'lsa, meni ham boshimdan o'tgan. Lekin ularga bitta javob berganman. Balki bu men uchun bir imkoniyatdir. Bitta sinab ko'ray o'zimni. Ertaga 40 ga kirganimda, 50 yoshga kirganimda hozirgidaqa yoshim bo'lmaydi, hozirgidaqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin menga. Yo xato bo'lar, yo to'g'ri bo'lar. Bir sinab ko'rishimga menga shans beringlar, faqat meni duo qilinglar deganman. Shunaqa qarshiliklar bo'lgan menga. Qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi bu ish. Bu seni kasbing emas bu. Agar shu kasbdan insonlar boy bo'lib ketsa, hamma odam kompaniyachi bo'lgan bo'lardi, hamma odam tarmoqchi bo'lgan bo'lardi deganda. Lekin shunaqa qarshilik bo'lganda shu joyda miyamga bitta fikr kelgan. Mayli, men sizdan pul so'ramadim. Men sizdan yordam so'ramadim. Men sizga taklif berdim xolos. Imkoniyatingiz bo'lsa kiring. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, bos gaziga, omadingni bersin. Duo qilaman seni, ilohim muvaffaqiyatli bo'lib, zo'r bo'lib ket. Deyish sizdan pul talab qilmaydi. Agar shu so'zni aytsangiz, men xursand bo'laman. Agar men hayotda muvaffaqiyatli bo'lib ketsam, hayotda boy bo'lib ketsam, qaysidir soyam sizga
yordami tegib turishi mumkin. Hayotda muvaffaqiyatsiz bo'lib qolgan qarindoshingiz bo'lgandan ko'ra muvaffaqiyatli bo'lib yurgan qarindoshingiz bo'lishi yaxshiroq. Hech bo'lmasa duo qiling meni deganman. Yo'q javobini bergan, menga qarshilik ko'rsatganlarchi hech narsa deya olmay qolgan. Hozir o'sha insonlarning oldiga borsam, "Esizdami? Sizni duolaringiz bilan men erishganman. O'zim so'rab olgan duolar bilan" deb hazillashib kulaman-da. Shunaqa deyish kerak. Haqiqat lekin. Kimdir atrofda yo'q desa, mayli, u yordam bermas, lekin pul so'ramayapsiz undan, yordam so'ramayapsiz. Bitta duo qiling meni, shu inson omadini bersin deb ayting, deb chiqib ketish bu eng zo'r javob deb o'ylayman. 10 ta bilik savolga o'ylanmasdan beriladigan qisqa javoblaringizni aytasiz. Birinchi savol: 2 yulduz orzumi yoki reja? Birinchi orzu bo'lgan, keyin maqsadga aylantirganmiz, reja bilan erishganman. Ikkinchi savol: Greenleaf biznesmi yoki imkoniyat? Asli imkoniyat. Agar buni jiddiy qabul qilib biznes desangiz, juda katta biznes. Komanda kuchmi yoki mas'uliyat? Mas'uliyat. Erkak lider talabchanmi yoki sabrli? Ham talabchan, ham sabrli. Pul maqsadmi yoki vosita? Maqsadga erishuvchi vosita. Liderlik tug'iladimi yoki yaratiladimi? Tug'ilishimizda o'zi bu liderlik. Lekin atrof muhit, bilim, tajriba liderni shakllantiradi. Yutuq mehnatmi yoki intizom? Juda kuchli mehnat. Greenleafdagi eng katta dars: Sabr. 2 yulduzli direktor bo'lish osonmi yoki qiyin? Aslida oson, lekin o'ziga yarasha mashaqqati bor. Yorqinjon Mo'minov bugun bir so'z bilan kim? Noldan muvaffaqiyatga erishgan va boshqalar ham muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'lishini ko'rsatuvchi inson. Va albatta hayotimni o'zgartirganman. Hamma orzularimga erishganman. 8 yil oldin, 10 yil oldin qalbimda qanaqa maqsadlarim, orzularim bo'lsa, hammasiga alhamdulillah erishganman. 2 yulduzli direktor yig'laganmi shu paytgacha? Faqat quvonch ko'z yoshlari bilan yig'lagan. Har bitta yutuqqa erishganimda, uddalay olganligimni, qo'limdan kelganligini ko'rib, sevinch ko'z yoshlari bilan yig'lagan kunim bo'lgan. Uddalay oldim, men qo'limdan keldi deb. Zo'r. Men sizni umra nimangizni, videoyingizni ko'rdimda, hammaga berganingizni. Men o'zim yig'lab oldim. O'zi hech kim tanimayman u joyda, lekin men yig'lab oldim. Sizda qanaqa faxr tuyg'usi berdimi? Ishoning, juda ham ko'p muvaffaqiyatga erishdim, alhamdulillah, shaxsiy hayotimda. Moddiy jihatimni juda ham ko'p shakllantirganman. Boshqa bizneslarim ham bor hozirda, lekin u erishgan yutuqlarim ham juda ham katta. Lekin u hamma yutuqlarimni bir tarafga qo'yib, tarozini pallasiga. Lekin o'sha kundagi vaziyatni yutug'ini tarozini pallasiga bittasiga qo'yish bu og'irroq keladi. Chunki har bitta farzandning orzusi, u videoni ko'rib butun insoniyat agar ta'sirlandi deb o'ylayman. O'zim ham lekin o'sha holatda harakat qildim imkon qadar turib berishga, lekin juda ham hayajonli bo'ldi. Alhamdulillah. Buni men 2025-yil Alloh shunaqa davlat bersa, boshqa insonlarni ham shunaqa hoji qilib kelishga sababchi inson qilsin, orzularini amalga oshiradigan inson qilsin deb niyat qilgandim. Alhamdulillah. Men hayotda juda ham boy insonman. Ham moddiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan. Dadam, ayam borlar, dadamda dadalari ham, ayalari ham borlar. Alhamdulillah. Ayam borlar, ayamda onalari ham borlar. Va onamga sherik qilib bitta xolamga sovg'a qildim. Va dadamda bitta singillari bor. Hayotda erta turmushlardan ajrashib qolganlar, lekin har doim o'ylardim, xudo xolisa boyib ketsam yordam beraman deb o'sha insonni ham sovg'a qildim. Va yana bitta qaynonam borlar. Qaynotam olamdan o'tib qolganlar. 3 ta qiz farzand bo'lgan, o'g'illari yo'q. Eng kenja kuyovman. O'sha qaynonam meni oilamga, farzandlarimga juda ham katta yordamlarni tekkan. Shuning uchun qaynonamni ham olib ketyapman, alhamdulillah. Va bundan juda ham xursand bo'lganman. Va ularni orzulariga erishtirish hali ketganimiz yo'q. Xudo xolisa ertaga 18-da uchib ketamiz. U yerdagi taassurotlar qanaqa bo'lishini bilmayman. Hozirdan hayajondaman. Hammaga nasib qilsin inshaalloh. Hammaga nasib qilsin, Allohning baytiga chaqirsin, borsin va boshqa insonlarni ham borishiga sababchi bo'lsin. Avvalambor bu uchun bu korporatsiyaga rahmat aytaman. Taklif qilgan ustozlarimga va shu korporatsiyani O'zbekistonga olib kirgan ustozimiz Dilbar xonim Usmonovaga, meni taklif qilgan inson Sevara xonim Tajiyevaga va shu bugunda menga ergashib kelgan butun jamoamga, shogirdlarimga hammasiga minnatdorman. Inshaalloh har birini xonadonida, oilasida shunaqa baxtli kunlar bo'lishiga tilakdoshman va buguncha Alloh kuch-quvvat berguncha ularga yordam berishga, ularni orzularini erishtirishga harakat qilaman inshaalloh.